Hurmatli san'at muxlislari, Yigitali Asadiy muxlislari, mana Nanay ko'prigiga yetib kelyapmiz. Mana ko'rsating dedi. Bu Nanay ko'priklari qadimdan bu yerga bir vaqtlar ko'p qatnaganmiz. Tanishimiz orqali, do'stimiz, birodarimiz orqali ko'p kelganmiz bu yerga. Ularni eslab kelyapman hozir. O'tib ketishgan olamdan o'tib. Mana shu qadrli bu yerlar ham. Hatto qirg'oqlarga o'tib cho'milgan joylarimiz bo'lgan, baliq tutgan joylarimiz ham bo'lgan. O'ta go'zal, o'ta chiroyli. Ana xalqini kutib qolamiz. San'atimizni bahramand bo'lish uchun san'atimizdan e'tibor qilib, aloqaga chiqinglar, xizmatinglarni qilib beramiz. Mana yetkazib kelyapmiz. Sijak, Nanay, Yog'dalish tomonlar ham bor. Aylanganmiz, chiroyli joylar. Mana daraga tushib kelyapmiz. O'chirib